Filologiya fakultetida Turkiy filologiya masalalari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. Mazkur anjumanda Markaziy Osiyo davlatlarining bir qator oliy ta'lim muassasalari, jumladan Ozarbayjon hamda Qirg'izistonning taniqli turkiyshunos professor olimlari, shuningdek universitet rahbariyati, fakultet jamoasi hamda ilmiy izlanuvchilar, doktorantlar onlayn va oflayn shaklda ishtirok etdilar. Hurmatli hamkasblar, qadrli qardosh Qirg'iziston, Ozarbayjon Respublikasidan kelgan mehmonlarimiz, sizlarni Farg'ona zaminiga xush kelibsiz deymiz. 95 yilligini nishonlanayotgan Farg'ona davlat universitetida o'tkazilayotgan bugungi konferensiya biz o'ylaymizki, turk tilli davlatlarni rivojlanishiga, ularning o'z sohasidagi bir-biri bilan fikr almashishlariga alohida bir platforma bo'lib xizmat qiladi. Tadbirda Ayten Beylerovaning Ozarbayjon turkchasidagi milliy madaniy konnotatsiyali frazeologik birliklar, O'ljabay Shaymqulovning hazil va milliy stereotiplar prizmasi orqali dunyoni idrok etishning kognitiv tilshunoslik modeli, Asan Berdiyevning qirg'iz tilidagi o'ziga xos tuzilishga ega sodda gaplarning ayrim turlari, Abdulhay Sobirovning allegorik ko'chimning iboralar tarkibidagi semantik va stilistik xususiyatlari, Muhammad Sajid Husaynning Hindistonda o'zbek tilining o'rni, Gulruh Jo'raboyevaning turkiy tillarda singarmonizm hodisasi mavzularidagi ma'ruzalari ishtirokchilar diqqat markazida bo'ldi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ayten Beylerova. Biz burada öyrəndik ki, burada həm Azərbaycanlılar, həm Qırğızstandan qonaqlar gəlib, səhv etmirəmsə Qazaxstandan da qonaqlar gəlib. Olduqca maraqlı məruzələr edilir. Dilçiliyin müxtəlif, türk filologiyasının dilçiliyin müxtəlif sahələrinə aid, həm sintaksislə bağlı, həm frazologiya ilə bağlı, həm dil tarixi ilə bağlı maraqlı mövzular dinlədik və dinləməyə davam edirik. Mən çox şadam ki, belə bir gözəl ölkəyə gəldik. Həm Fərqanə şəhərinin, həm də Fərqanə əhalisinin, özbəklərin çox mehriban, səmimi olduğunu eşitmişdik, amma şahidi olduq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Fergana Mamlaketlik Üniversiteti uyushtirgan Türk filologiya masalalari degan atayin konferensiyaga kelib o'tamiz. Biz Fergana Mamlaketlik Üniversiteti menen Osh Mamlaketlik Universitetinin o'rtasida tig'iz qarim-qatnashda жүргүзөлү degan oyimiz bor. Bıyılkı o'quv yilida biz Orus tili jana adabiyati bo'yicha Fergana Mamlaketlik Üniversiteti menen 2+2 degan programmanın üstünde işlep жатабыз. Xudo qalasa bu yil qabul aluvni birinchi kursga жүргүзөбүз.